Endi quyidagi masalani ishlaymiz. Qanday ikkita bir xonali sonlarning yig'indisi 13 ga teng degan masala qo'yilgan ekan. Endi eng katta bir xonali sonni olaylik. Eng katta bir xonali son 9 hisoblanadi. 9 ga qaysi bir xonali sonni qo'ysak 13 bo'ladi. 9 ga 4 qo'shsak 13 bo'ladi. Chunki 10, 11, 12, 13 bo'ladi. Demak, 9 ga 4 qo'shsam 13 chiqadi. Endi 9 dan kichkina bitta bir xonali sonni olaylik, 8. 8 ga 5 qo'shsam, ya'ni 8 ga 5 qo'shsam, ya'ni 9, 10, 11, 12, 13 bo'ladi. Keyingisi buni bitta kamaytirsam, bu bitta oshadi. Yig'indisi 13 bo'lishi uchun. 7 ga bu bitta kamaydi, bunisi bitta ortadi, 6 bo'ladi. 13 bo'ladi. Endi keyingisi bu bitta kamaysa 6 bo'ladi, bu 7 bo'ladi. 13 bo'ladi yana. Unda yana bu bitta kamaysa bu 5 bo'ladi, bunisi 8 bo'ladi. 13 bo'ladi. Buni bitta kamaytirsam endi 4 bo'ladi, bunisi 9 bo'ladi. 13 bo'ladi. Mana. Ahamiyat bersanglar, mana bu qism bu qismni teskarisi bo'ldi. Shuning uchun javob yozilayotganda 9 va 4, 8 va 5, 7 va 6 ning yig'indilari 13 bo'ladi deb javob yoziladi. Ya'ni javob 9 va 4. Chunki 9 va 4, 4 va 9 bitta narsa. Ikkita qo'shiluvchida bo'ladi. Shuning uchun bittasini yozsak bo'ladi. 8 va 5. Keyingisi 7 va 6. Mana shu 3 ta juft bir xonali ikkita sonlarning yig'indisi 13 ga teng bo'lar ekan.